Biz o'zimizni jamoamiz bilan hozir zavodda yuribmiz. Poprayt degan velosiped chiqaradigan zavod. Ko'rib mana workshoplardan bittasida biz judayam katta. Zavodda 1000 dan ortiq ishchi bor ekan. Bu zavodda общий площади, общий anaqasi maydoni 110 000 kvadrat metr. 60 dan ortiq mamlakatlarga eksport qiladi velosipedlarni. Mana shunaqa gaplar ko'rib turibsizlar. Dunyoning eng katta, eng nima deydi, mashhur brendlari bilan bularni kontraktlari bor. O'zlarini ham 370 dan ortiq patentlari bor ekan. Demakki, Xitoyda eng zo'r anaqalardan bittasi. Velosiped eksport qiladigan kompaniyalardan bittasi. Shunaqa gaplar. Biz hozir bu proyektni davlat bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. Ya'ni Xitoyning nima deydi, tekshirilgan, inspeksiyadan o'tgan zavodlarni birma-bir borib ko'rib chiqyapmiz. Bunga taxminan 300 ga yaqin zavod anaqasi bor listda. Bir tomonda bu yoqda velosipedni mana anaqalari, nima deydi, o'sha o'zini balonlari anaqa qilinsa, narigi tomonda ana oxirgi liniyalarda velosiped tayyor produkt sifatida o'sha nima deydi, yig'iladi va keyin korobkalarga solinadi. Mana assembly line deyiladi inglizchasiga bu yoq. Demak, to'liq videolarimiz